Assalomu alaykum kanalim obunachilari, videoni oxirigacha kuzatib boring, like va obuna bo'lish tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Amaldorlar bitta uzr bilan qutulayotgan vaqtda G'ayrat Do'stovning qamalishi e'tirozlarga sabab bo'lmoqda. Jamoatchilik va faollar kimdir qamash yoki energetik muammolar tugab qolmasligini aytib, oddiy xalq vakili qamab qo'yilishini tanqidga taqozolik va adolatsizlik deb baholamoqda. Inson huquqlari faoli Abdurahmon To'shanovga ko'ra, G'ayrat Do'stov ayni vaqtda vaqtincha saqlash izolyatorida emas, u jazo o'tayotgan joyda Toshkent shahar ichki ishlar bo'limiga so'roqqa olib ketilgan. 23-dekabr kuni uzoq kutishlardan so'ng navbati ketay deganda gaz to'ldirish stansiyasida yopib qo'yilganda norozi bo'lib, yirtilib ketgan poyabzalini ko'rsatgan holda mas'ullarga o'z noroziligini namoyish etgan fuqaroning videosi ijtimoiy tarmoqlarga tarqalgan edi. 31-dekabr kuni u Toshkentda qamoqqa olingani ma'lum bo'ldi. Sud hujjatiga ko'ra, jinoiy ishlar bo'yicha Bektemir tuman sudining 26-dekabrdagi qarori bilan fuqaro G'ayrat Do'stov mayda bezorilik sodir qilgan deb topilib, 15 sutkaga qamalgan. Bu xabar keng jamoatchilik va faollarda norozilik uyg'otmoqda. Bu muammoni emas, balki uni gapirib chiqqan insonni yo'qotish hamda adolatsizlik deya baholamoqda. Iqtisodchi va bloger Otabek Bakirov 2025-yil boshida inson qadri uchun inson baxti uchun birgalikda harakat qilamiz degan shiorga ishonishi hamda fuqaro kafolat ostida olib chiqilishi to'g'ri bo'lishini yozgan. G'ayrat Do'stovga kafolat berib olib chiqishda to'g'ri bo'ladi. Tuman shahar kengashi deputatlari bor, mahalla bor, uy qamog'ida bola chaqasini ko'rsatib o'tirgandir. Davlatning kuch proporsiyasi bor, mehr proporsiyasi ham. O'z kuchiga ishongan davlat mehrini ham ayamaydi. Bundan tashqari, Otabek Bakirov sovuq kunlar kirib kelishi va yana navbatlar fonida istalgan boshqa o'zbekistonlik ushbu fuqaroning o'rnini bo'lishi mumkinligini yozgan. U energetika sohasi uchun mas'ullarning gaz berilmayotgan o'rinda yetarlicha va jonli axborot berishga chaqirgan. Huquqshunos va bloger Xushnudbek Xudoyberdiyev esa og'zi shaloq amaldorlar bitta uzr bilan qutulayotgan vaqtda botinkasi teshik oddiy bir xalq vakili qamab qo'yilishini adolatdan emas deya baholagan. Agar xalq adolatni his qilsa, juda ko'p muammolarga sabr bilan chiday oladi. To'g'ri, muammolardan norozi bo'lib, e'tirozini baralla aytadiganlarni ham ko'p bo'lishi tabiiy. Chunki xalq bu yaxlit tana emas, 37 million xil insondan tarkib topgan. Ammo gapirib baribir muammolarga sabr qilishda tishini tishiga qo'yib, turmush tashvishlari bilan o'ralashga davom etaveradi. Axloqsizlikka o'tmaydi, dardini aytib sal yengillashishi mumkin, chunki bu jinoyat emas. Ammo xalq adolatni his qilmasa, har qadamda adolatsizlikni ko'rsa, unda bu yomon, bunaqada taranglashgan asarlar axloq chegarasini kesib o'tadi. Oqibati kafolatlanmagan, og'zidan shodi kirib vodi chiqqan hokimlar bitta uzr bilan qutulsa, o'z vakolat doirasidan chiqib qonunlarga tupurib qo'yadigan ayrim mas'ullar oddiy ogohlantirish bilan cheklansa, lekin uzoq vaqt mehnatda ishlagan xalqimiz maydonda navbat kutib, endi navbati kelganda zapravka yopilib qolganidan fig'oni ko'kka chiqqan botinkasi teshik oddiy bir xalq vakilini qamab qo'yishsa, bechora Yangi yil bayramini oila davrasida emas, panjara ostida kutib borsa, bunda xalq adolatsizlik ko'radi va bu adolat ham emas albatta. Yilni katta xato bilan boshladik. Afsus, sig'irchalik foydasi bo'lmagan, ammo xalqning davlatga bo'lgan ishonchi nuqtai nazaridan juda katta zarar olib keladigan ushbu tashabbus kimning chiqqanini bilmayman. Ammo bu xatoning o'rnini qoplash uchun juda ko'p ish qilinishi kerakligini aniq bilaman, deydi huquqshunos. Sobiq deputat va ekologiya vaziri maslahatchisi Rasul Kusherbayev esa holatni tanqidga taqozolik bilan javob berilishi belgisi deb aytgan. Mana shu ishni bekor qilishibdi. Bu har qanday e'tiroz va tanqidga toqatsizlik bilan javob berilishning belgisi. Shoir aytganidek, tor ko'ngilli beklar man demang, keling kenglik qiling. Beklarimiz bag'ri kenglik qilishmabdi, deydi Kusherbayev. Jurnalist Muhrim A'zamxo'jayev ushbu fuqaroni 15 sutkaga qamash bilan O'zbekistonning energetik muammolarini
barham topilmasligi aytilgan. Shu akani 15 sutkaga qamab qo'yishibdi. Hozir advokatlar bu kishiga ko'ngilli ravishda yordam berish uchun yugurib yurgan ekan. Shu akani 15 sutkaga qamash bilan qani endi O'zbekiston gaz importatsiyasi meni gaz eksportchisiga aylanib qolsa, O'zbekiston energetika muammolari barham topsa, o'zbekistonliklar energetika muammolarini umuman muammolarni gapirmagani bilan muammolar yo'q bo'lib qolmaydi-ku.